Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin to'xtab qolgan davom qilamiz. O'smi yana paslon deydi. Yig'ib aytganda hammasi bu pasllarning hammasi shu ibdolningki turlari bu. Buni ayrim bir pasli debdi. Biz shuni rioya qilaylik. Bo'lmasa hammasi bir ibdolningki bir puroatlari bu. Ibn Malik rahimahulloh deydi. Yaskun sabiqu min vavin ve ya. واتصل ومن عروض عريا فياء ووقلبا مدغما وشز معطى غير ما قد رسما. Eğer vav ve yadın qaysi birisi olsun aşağıdan ilgiri oğunu sakin bulup kaptı. Sakin buluptu. Mesela ve işkilisi hem bir kelimde çaplışıp gipti. Hatta sala ayrım iş kelim demez. Va ya kepto avval sakimat. Qaysi bo'lsa olsun ikkisi bir kelime cemi kepto. İkisining birinin avvalgisi ilgagisi sabiq sakin bo'libdi. Va vattasala va ikkisi choplashib muttasil bir kelimada kepti. Va min urudin ariya va bir arzatlardan ham xoli yo'qdi. Bu mesela ma harp manadan kelgan asli mandaqdi o bu degan arzatlar yo'qkan. Bu yimbi binasin keldi ondaq degan gaplar yo'qkan. Demak, onunki sakin bo'lishi asli ekan. Bu sakin bo'lishi ikkisiniki avvalgisining sakin bo'lishi asli. Arizilikdan uchtun tut birda bir arizning tufayli mandaq kelib qolgan emaskan, arizdan xoli yo'q. Şu vaqt qanday qilgan deganda shu vaqtda paya anil va vaqlibanna mudghima. Sen yutqatgan vavni yog' yutqatgan mudghima. İdgam degan adgama yudghimudan chiqqan mudghim ism fa'il. Kirgizgan holatda vavni ya kirgizayotgan holatda deydi. Masalan, vav ya bir kelime cemi kipti. İkisining birisi sakin bilan sabg'at qipti. Ama o sukun yani sakin bo'lish asli ekan. Birda bir avarizing tufaylidan emaskan. U vaqtki vavni yog'chi tushirib etildi. Vav'chi naqli qilindi ya qalb qilindi. Vavni yog'ga yo'tkab, bu yani yog' rasmiy idg'am qilib bir-birisini kirgizildi. Masalan, sayyid va mayyit degan o'xshash. Sayyid aslisi sayyidunning aslisi nima deganda Seyyidun aslisi seyvidun. Seyvidun. Yani vaviya cemikel bir kelimede. Seyvidun degende. Avvalgisi ya sakin. İkincisi vav hareketlik o kasra. Bu vavni yağıt koyduk. Seyyidun oldu. Yani idgam kılvattık seyyidun oldu. Meyitun sekma aslisi nima? Meyitunun aslisi meyvitun. Meyvitun. Vav cemi keldi buna adama. Bir kelimeden ha. Vattasala degan şu. Avvalgisi ya nima sakin. İkincisi vav hareketlik. Kasra. Maksur. Bu maksur olan vavni qanday qildik? Yani yağa yetkivatdik. Paya anil va vaqlibanna mudghima degan vavni yağa idg'am qanalatda qalb qilayotgan. Yutqatdik bu meyvitning o'zidan bo'ldi. Vavni yağ yutqatsak meyyitun oldu. Meyyitun. İdgam şart mevcut oldu. Avval sakin ikinci hareketlik. Avval yani ikinci kirgizatdik meyyitun oldu. Şunu o'xshashlaydi. Endi va shazza mu'ta g'ayra ma qad rusima. Va oz qolib qoldi. Ba'zi birilgan misollar
yuqorida biz sizilgan uni rasm qilib yuqorida rasmga ta'rif yuqorida biz ta'rif qilgan narsaning g'ayrida berilgan narsa yuqorgi formula qoidaga to'g'ri kelmagan holda berilib kelgan ba'zi misollarchu uni aytdi oz aniga oz deb hukm qilish bo'ladi deydi. Xo'sh. من يائنا واو بتحريك أصل ألفا نبدل بعد فتح متصل deydi. Eğer vav ve ya mutaharrik oldu. Va yak ya. Fethadin kin hareket yaptı. Kale yaki ba'adıdık. Asistime kavale beya'a. Desek bu işkilisi hareket ol vav ve ya. Hem fethadin geldi. Kavale elsek vav kaptin kin geldi. Beya'a etsek ya badin kin geldi. Bu xil vava yani elipço tahvil qilindi, ibdal qilindiki qala va ba'a deyildi o deydi. Ana ibdal qilgan nimene yadin va vavdin ki bi tahrikin usul. Bu asli qilindi buni harakat mislancho hareketlik asli qoldirildi buni asli qilindi buni tahrik bilan buning tahrik qilish asli. Hargiz arizi emas buniki bo'lmasa. Bu xil nimanicho alifqa yo'tqiyotgan deydi. Ba'da fathin muttasil. Ya'ni shu chaplashib kelgan zavardin keyingi qala ba'sa qop va ba'din keyin vav va ya keldi. Bu surat buni alifqa yo'tqitib qala va ba'a degan deydi. Qavala va baya'ning o'zini. In hurrika tali va in sukkina kaf i'lala g'ayr lami vahya la yukaf. Eğer endi tahrik qilinsa, eğer bunu tahrik qilinsa, yani eğer hareketlendirilse, aşu va yoki vaga ergeçtiği için üzerine. Mesela bu ne buluş gerek? Ne kadar eğer tahrik kılınsa in hurrike at-tali degan muslim yuqorqiga bu ait bu ilgaki beytqa eğer tahrik kılınsa şu nimine egeş küçüne ki egeş küçün tahrik kılınsa deganlihning o'zi in hurrike at-tali ay lamni qala ya ba'diki şu nimige vav ve yaka egeş gücünün üzerine hareket kılınsa ve sakin bulmasa şu vaqt bu ne kılındı bu vav ve yani ço elipqa naql kılındı yoki ibdal kılındı deydi. Eğer bunu sakin kılınıp kaptımdı. Sakin kılınıptı. Qaysi muş vav ve yadin kin kegenasa. Bununla şartı, bununla elipqa tablik kılışının ibdal kılış şartı aşağı ergeçken nesço ya ki vavga ergeçken nese hareketlik buluş gereken. Kavale ve beya'a degendek mesela. Eğer sakin bu kapta, hoş, onun aksisi. Eğer sakin bu kalsa, yani tahrik bulmasa, o vaqt qanda xuludu degende keffe i'lala gayrillami. O vaqtço bu çekligen yaki çeklenido bu lamninki yani faalanın leminin gayri kelgen narsani i'lal qilish buni cheklendiki sakin bo'lib qolib qolsa o siz i'lal qilmil deb undaq o'ltirsiz bo'lmaydi i'lal qilmaysiz debdi. Masalan bayanun va tavilun debdi. Mana buningda vav
va yadin sakin vav va yadin keyin kelgan sakin bo'ldi. Qaysi bayonun desak yadin keyin elif keldi, bu sakin bo'ldi. Tavilun desak vavdin keyin kelgani ya oldu, bu ham sakin bo'ldi. Mayda vav va yodin kim kelgini bayanun va tavilun degan o'xshash. Sakin bo'lib qolib qolsa va bu lam bo'lmabdi. Agar lam bo'lsa, chataq yo'qdi. Uni yana qanday qildik? Uni alifqa ibdal qildik qala va ba'din o'xshash. Lam bo'lmabdi. U vaqtimizda tasqih vojibga e'lol qilish cheklanadi deydi. Lamning g'ayrining e'loli kaf jig'vetladi. Onu sahih o'xshash muomala qilindiki, hargiz bayanun va tavilunni cho binasi yo'tkab mundaqnim qilib bo'lmaydi deydi. Ba'da masalan yodin keyin bayon degan ilib kelib qolibdi. Buni yo'tkisa qo'g'dak tavil degan keyin ya kelib qolibdi. Buni yo'tkisa qo'g'dak digilolmaydi deydi. Lamning g'ayri bo'lsa, agar lam bo'lsa edi, yana buni ilol qilish vojibdi. Ilol qilsak bo'ladi. Ilol qilish bo'ladi. Lamning g'ayri lam bo'lsa, lam bo'lsa ilol qilish vojibdi. Ambiyada bu uch kishining kim bo'lgani hamda uch kishining kim bo'lgani. Vav va yodin keyin sakin bo'lgani nima bo'pti? Masalan, i'laluha bisakinin g'ayri alif aw ya'in tashdidu fiha qad ulib. Masalan, bayanun va tavilun degan o'xshash onunda tashih qilish vojib bo'ladi. Agar bu ikkisi lam bo'lib qoldi. Lam bo'ptiki, yana lamning barobar kelgan bo'pti. Masalan, ramaya, alavi degandek. Ramaya desakchi, buningda ya nim bo'ldi? Ya oldu. Ya oldu ki bundan keyin bu lamning barobar keldi masalan, ammo qanday qilib sakin bo'lib qoldi. Ramaya deganda. Bu vaqtda tashih qilish nim bo'ladi? Vojib bo'lib qoladi. Nima e'lol qilish vojib bo'ladi deydi. Agar lam bo'lmaganda e'lol qilish vojib. Qachon bo'lmasa bu ikkisining keyin sakin bo'lguchi alif yoki yoy mushaddad bo'lmagan mundaq suratni o'zida ramaya alavi degandek. Buni qanday qiladi deganda e'lol vojib bo'ladi deydi. Masalan qanday deganda yaxshavuna degan o'xshash. Aslisi nima? Yaxshayuna. Yaxshayuna. Mana ma'nodacho bunun hech qanday elif bo'lmadi yoki yoy mushaddad bo'lmadi. Yaxshavuna. Desak elif mi yo'q? Ramaya alavi deganda o elif bo'lgan. Alavi degan yoy mushaddad bo'lgan. Bunundacho yaxshavuna deganda asli nima? Yaxshavuna. Bunun da e'lol vojib bo'ladiki, bu yani elifqa yutkiladi. Yaxshavuna, yaxshavuna. Madma yani azb qilib o'tib, yaxshavuna degan ish borda. Yaxshavuna aslisi yaxshavuna. Yani azb qilib o'tib, nim qoladi? Ya zammaga zamma yag ig'rdab yani az qilyapmiz. Yaxshavuna, yaxshavuna qilgan bo'ldi. Yaxshavuna. Bunda hudud deydi. Buni bunda hudud deydi. Qanaqa? Elipsiz yakta vahya la yakuffu. İ'lalı o vaqtda o çeklenmeydi, onun i'lali sakin bilen
Elipsiz yoki yaymushaddasiz onun cho'qim ilpatlashtirilgan. Demek çoğunda agarda bu ya yoki vadin keng bo'lgan narsa sokin bo'lib qolibdi, ammo lam bo'lmabdi. O vaqtda uni tasih qilish vojib dedik. Agar u lam bo'libdi endi bu. Lamning barobar kelibdi. E'lon qilish vojib buni. Ramaya, alavi degandek. Buni da elif va yoki yay mushaddat bo'ldi. Buni da e'lon qilish vojib deydi. Xo'sh. وصح عين فعل وفعلا ذا أفعل كأغيد وأحولا deydi. Hem de her qandaq bir pilki boldu. Bunundan bo'lgan bir ism af'al vazn kelib qapti. Aghyad, ahval degan o'xshash. Aghyad dedik. Sahih bo'ldi da buni da e'lol deyilmaydi. Bu fa'alning aynini. Fa'alning va fa'alaning va fa'ilaning ayniki af'alani eksi olgan. Yani aghyad. Bunun cemisi gayad. Gayad, haval. Ya ki gayid ya havil. Banda xolgan da. Okey. Af'ala vazn kelibdi. Bu vaqtda bu pilning ayni sahih bo'ladiki, bunimi qalb yoki ibdal qilib bo'lmaydiki, ag'iyatnicho ya harakatlik al sakin ya harakatni g'ag'vadoq ag'ada bo'ldi. Mana degil olmaydi-da. Yani ag'ayda bo'ldi ya sakin alza var yani ilqal qildik ag'ada bo'ldi mana degil olmaydi. Buna sahih o'xshash muomala qilamiz deydi. Sahih bo'ldi fa'alaninki ayni. Ve paylanın aynı. Ki o ep'alana eksi olgan. Yani ep'ala vezkegen. Muşnak ağyada ahvala okşaş. Muşununki ep'ala vezkegen. Arkanda bir isim. Bunun aynıdın çoğu aynı tasih oluş. Yani sahih okuş vacip lazım buludu değil. Mesela avir dedik. Avir, a'var. A'varın cemisi çoğu avir ikilirken de fa'il degan okşaş bana. Bunu da herkes bunu da yani bu ne kesir kip kaptı bununla dep bunu ya münasip kesir dep yağa nakli ya ki ibdal kılınmaydı. Sahih türde muamele kılındı bununla değil. Ayıp, ehyep, ehyepninki vazkegen bir isimninki cemisi bu. Ayıp, fail. Bunun uzun çoğu bu ayıp as suret muamele kılındı. Gayet mi şundak? Agiyet, gayet. Hemisi bunun da bununki aynı ço sahih dep qata qilindi deydi. Havil, ahval. Bu mu şu deydi. Xo'sh. Ve in yabin tafa'ulun min ifta'al vel aynu vavun salimet ve lem tu'al. Eğer aşkar olsa tafa'ul ifta'aladın aşkar oldu. Yani tafa'ul ifta'aladın aşkar olsa yani mesela İptala degan bapten, mesela iştara degan o'xshash. Yoki ishtavara, ishtavaru manda bo'lib kelgan bo'lsa, ishtavara, ibtaala. Buning o'zidan tapaala chiqqan bo'lsa demakchi. Agar oshkor bo'lsa tapaala, ibtaaladin. Masalan, ishtavara desak, bunidan qanday tapaala chiqadi? Tashavara. Ular o'zaro bir-biri bilan maslahatlashdi. Degandek mazmunda mana ibtaaladin ishtavara deganning o'zidan tapaala oshkor bo'lsaki masalan ishtavara deganimizdan tashavara ashuni o'zi chiqsa oshkor bo'lsa va ayn val aynu vavun salimat va lam tual va ayn vav kanda vaqtda va ayncho uning haqqi uning o ayni nima ayni demek mu'tal olsa demek şekilde. Agar aşk olgan olsa tapaala iptaladin. Va ayni onun iş qandaq ço
ولم تعل وإلت قلنمسا ona hech qanday yo'tkab u bu qilmasa valam tual al ayn aynicho buni illat qilinmasa naqli qalb ibdol qilinmasa vav salomat o'zbit qilib qoladi deydi. Masalan i'tada irtada degan o'xshash. i'tada asl nima i'tayada bucho i'tada irtada irtayada har ikkilisi buning da nim bo'ldi bu yerdagi i'tavada irtayada bu nim bo'ldi harakatli bo'ldi i'tavada deganda maqabs ham maftuh bo'ldi. Bunun haqqı bunga elifqa yetkilish haqqı. Eğer iptala ayni mu'tal olsa demekçi, iptala degandek iptala ayni mu'tal olsa ona haqqı onun ayni elifqa yetkilish haqqı. İ'tada irtada degan so'z. Asli i'tavada auda degan ada yaudu irtayada. Bunun nimisi elifqa onun ayni qaytarış onun haqqı. Nima uchun o harakat qilganlik uchun o harf va uni maqabs mabtu ho'g'ashqa. Endi bu iptala tapala ma'nosini oshkor qilibdi. Masalan, tapala degan o'rtoqlashish, faoliyat, maf'uliyatda. Masalan, ishtavara ele degan o'xshash. Ishtavaru maslahatlashdi ular. Hammasi o'rtoq ma'no maslahatlash bir odamlar bo'lmaydi. Bir-birdan ko'p odamlar bo'ladi. Buni o'zi tashavvara ma'nosi oshkor bo'ldi. Bu vaqtda bu vavcho o'z peti qilib qoladi deydi. Chunki buning va ayn illatlanmadi. Vaqt vav salomat qilib qoladi. Xo'sh, agar qachon bu vavi o'shundoq ishtavaru. Agar ayn yovib qolib qolsa buni illat qilish vojib. Ibta'u stapu degan o'xshash. Stapu istapu degan cho tadarabu bisuyupi degan istayapu ibta'aladin mana nima tasayapa degan ma'no chiqdi-da. İptaladin tasayapaning ma'nosi oshkor bo'ldi. Bu vaqtda bu ya yo'qoligi uchun istayapu sayb deb ma'xuz o'g'ashqa buni e'lon qilish vojib bo'ladi deydi. Ayn ya olsa onu e'lon qilishimiz lozimki o yani vaqt e'lon qilib elibqa qalb qotimizki istayapuni istapu deymiz. İbtaya'u degani ibta'u deb uni mo ibtaya'at asli. Tabaya'a bu ibta'u asli nima ibtaya'a. Bu ibta'aladin tapa'ala oshkor bo'ldiki o ibta'udan-cho qanday tapa'ala oshkor bo'lganda tabaya'a. Bu surat oshkor bo'ldi. Ammo lekin buning ayni ya yo'g'ashqa buni yana e'lon qilish vojibki bu yani nimaga elifqa yetkatimizki ibtaya'u degani ibta'u deymiz. Istayapu degan istapu deymiz deydi. Ammo vavi o'sini xilof bilanki ishtavaru degan o'xshash. Xo'sh. وإن لحرفين زن الإعلال استحق صحح أول وأكس قد يحيق deydi. Ve eğer boğan bolsa, kaçan boğan bolsa bir kelimede bir iki illet harf bo'lib qapti. Bir kelimenizde iki harf illet varken, her bir hareketliken, onu maqabız hamza varken, onu bıraklık ilam ikkilisini illet qilish, i'lal qilish bu durust olmaydi deydi. Çünkü bir kelimenin o'zi ikki i'lal arq-marq kelib qolish durust olmaydi. O vaqt qanday qilindi? Ikkisidan birisini i'lal qilamiz, yeni birisincho sog'lom o'z peti tasfiq qilish lozim deydi. Masalan, agar va in li harfayn zal i'lal ustuhiq loyiq qilinsa, shu nimani i'lolni ikki harfning jahdidan ikki harf bir kelimada kelib qolg'ashqa buni i'lol qilish loyiq deyilsa suhhiha avval qismi sahiqan ikki harf ekan ikkilisi illatning harfi ekan deb ikkilisiga illat qilib olmay birni o'tkazib o'tib sahih qilib o'tib
sahih qilayotgan. Ya'ni yana birisi illat qilgan demakchi deydi. Va aksun qad yahiq. Va ba'zida uni aksi ba'zi bo'lib qolib qoladi. Ki ba'zida aksiki qanday qiladi deganda buni illat qilgan ishmi bo'lib qoladi oz suratda deydi. Masalan, havo debdik. Havo. Haya debdik. Haya. Asli mi? Hayayun. Yani işkarip bo'lib qoldida, ishkarib jahtidan bu illat i'lol loyiq bo'lib qolib qoldi. Buning o'zi qanday deyildi deganda, bu birisini yo nima qilish kerak? Avvalgisi sahihunki buni buningda al haya desang bo'ladi. Bu bir haya, al haya deb lamla. Bu tasfiq qilib yoki yana birisi yana birisi hayayun. Haya deb i'lol qil, umi durust. Yoki hayayun deb asli qaytib, uni nim qilsang, tashiq qilsang, umi durust deydi. Havo bu shundoq. Havo dedik, buni ishkarib keldi bana. Ikkili harf layin bir yerga kelib qoldi. Bu ishkaribning jahtidan i'lol loyiq bo'lgan. Buning o'zimi qanday qiladi deganda, buningda mu tasihmi durust, i'lolmi durust. Ama ikkisi durust emaski. Ikkisining birisiki avval qismning o'zini tashiq qilish, tashiq qilindiki, bunda qanday qilindi? Havayun deb yoki al havo bunday qilsam mayli deydi. Ikkisining birisi bo'ladi deydi. وعين ما آخره قد زيد ما يخص الاسم واجب أن يسلم. Endi bir narsaning ayni uning oxiri cho'qim ziyoda qilinib, ismga xos bo'lgan narsa o'zini ziyoda qilinib qolib qoldi. Ism xos bo'lgan narsa alif va nun de, mush ism ziyoda xos bo'ldi-da, ammo fe'l harf kirmaydi bu alif va nun. U narsani o'zinki salomat qilish vojib bo'ladi deydi. Qanday deganda, masalan, bir kalimaninki ayni, usul salosinki aynida kelgan narsani vov bo'lib qolibdi. Masalan, Javalan degandek, hayaman degandek. Javalan, javala, javala asli. Lam bo'ldi buna. Kelimenin ayni vavul javalan. Yoki vav mutaharrik oldu. Kelimenin ayni ahire, burası ayni ki onun ahire çokum ziyad kılındı. İsmiga on çoluğanın, ismil has olgan nersinin üzgü ziyad kılınıptı. Çokum ziyad kılınıptı. Bir nersindeki on çoldu ismiga. İsmiga has olgan nersinin üzgün ziyad kılınıptı ki elip ve nunu ziyad kılınıptı. Cavalan desek eliplen nunu ziyad kılındı. Bunun ahire, bir narsaning ayniki uning oxirining bo'ldi. Bu narsaning ayniki bu narsaning ayni. Uning oxirga ismga xos bo'lgan narsa ziyod qilindi oxirga. Ammo uning ayni qanday qiladi desa, ayni salomat qilish vojib bo'lib qoldiki, javolan hargiz buni jayalan mana deyilmaydi deydi. Hayaman dedik. Yoki yoy mutaharrik bo'libdi. Vav mutaharrik bo'libdi, vani maqbis mabtuh bo'libdi. Javalan degandek. Yoki yoy mutaharrik bo'libdi, uni maqbis mabtuh bo'libdi, hayaman degandek. Bunun oxir qarab baqsak mana ziyodat yoki ismga xos bo'ladigan. Bu harf va pildi tepilmaydi alif va nun. Bu vaqtda buni alifqa qalb qilish tursulmaydiki, jalan, aman degil bo'lmaydi deydi. Buni tasih qilish vojib deydi. Xo'sh, ammo ba'zida ozmi kelib qolibdi. Mahan, daran degandek. وقبل بن نقلب مي وقبل بقلب ميم نون إذا كان مسكنا كمن بتن بزا ve badın burun yötkügün nunni mim görküvetkindeydi. Yötkügün nunni mimga badın burun. Kaçan o nun sakın kılgan bolsa. Men bette in biza degan o'xshash. Mesela men bette dedi.
Kimki alakanı kesken bolsa in biz çörüp taşlar demekçi de etvat. İn biz asıl in bizden demekçi de oturuk mende. İn biza Ayşe'deki elif aj nun muhabbepti dersi. İn bizden. Bu nun tekit hafif. Sun nundin bedela o. İn biza. Kimiki alakanı kesken bolsa onu taşıvat. Dedik men bette desek meyde nim boldu degende bädim burun. Men bette. Yani bädim burun nim boldu ya. Nun geldi. Bädim burun yötküvetken nun ne mim götken. Yani de men bette de. Men bette. Nun ne mim geçirvatke yazıkta kitabette nun bu. Ama ağızda bu nun çıkmaydı. Müşnak nun ne mimga kalp kıgın. Kaçan bädim burun deydi. Bettedik bädim burun. Kaçan qaysı vaqtda zakana musakkara. Ay nun sakin kılgan bolsa men sakin boldu da. Muş vaqtınızda bu nunni mim götküvatkan bir şart o nun sakin kılgan bolsa men betten biza degan qo'xshash deydi. Xo'sh, dersimiz muşundan kifoyalimiz inşallah. Dersimizin devamı yeni bir vakitte devam kılımız. Bir ders kap kaldı inşallah. Ondan bu Elpiyet ibn Malik bu kitaptan parık olumuz Allah'ın fazla rahmeti ve inayet ile dersimiz bugün muşundan kifoyalanı da muşundan toktayımız. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.